Ushbu loyiha Turon bank hamkorligida Andijon viloyati Baliqchi tumani Saxovat MF 3667 sonli kontur 7,6 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi vakmak makkajo'xori. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Ekinlarni yetishtirish 91 kun davom etadi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'tlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 38 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Turon yerlari MChJ biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 92 tonna hosil yig'ib olish rejalashtirilgan. Har bir dehqonning daromadi o'rtacha 21 milliondan to'g'ri keladi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilgan.